Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhor va bugungi videomizda biz sizlar bilan tekinga login tizimini quramiz. Bu videoni men Telegram botdan boshlamoqchiman, lekin undan oldin kelinglar men sizlarga bu qanaqa ishlayotganini tushuntirib beraman. Bitta yangi dokument ochsam. Birinchi bo'lib user bizga login beradi. Ya'ni telefon raqamini beradi va database unga OTP yaratadi. Ya'ni telefon raqamiga OTP yaratib, ma'lumotlar bazasiga saqlab oladi. Keyin foydalanuvchi Telegram botga kiradi va telefon raqamini kontakt sifatida jo'natadi. Jo'natgandan keyin kontaktni bilsanglar, user ID'si bo'ladi. Mana user ID degan narsasi bo'ladi. O'shani message user from user ID ga tekshiradi. Agar to'g'ri bo'lsa, ya'ni kontakt o'ziniki bo'lsa, keyin OTP ni beradi. Keyin foydalanuvchi saytga qaytib OTP ni terganida get tokens ga boramiz va OTP va telefon raqamni beradi va u bizga get tokens, access va refresh tokenini beradi. Ya'ni bizning strukturamizda SMS kod jo'natish tizimini ham o'zimiz qilamiz va bu 100% xavfsiz, chunki bizda mana bu qator bor. Ya'ni u birovni kontaktini bersa ham bizning botimizga kirish ehtimoli juda kam va inshaalloh bu tizim kichkinaroq startaplarni anchagina o'zini budjetini tejashga yordam beradi. Ya'ni SMS tizimini qo'shib o'tirishmaydi. Ana shu tizim orqali bemalol o'zligi hal qilib olisha oladi. Endi botda kichik tanishtirib o'tish qilaman. Ya'ni start bosganimizda bizdan telefon raqam jo'natishimizni so'raydi. Kontakt tugmasi sifatida. Jo'natganimizdan keyin mana kontakt user ID teng bo'lmasa user ID ga deyapti. San deyapti, telefon raqami egasi emassan deyapti. Va agar egasi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bunaqa xatolik chiqmasa, mana bu yoqdan o'tsa, biza boshidagi plyusni olib, ya'ni plyus qo'shib boshiga ma'lumotlar bazasidan qidiramiz. Ma'lumotlar bazasida o'shani is used false bo'lganini topib, ya'ni ishlatilmaganini topib, expert at katta bo'lganini topib, hozirgi vaqtdan bu degani kelajak va kelajak expert at kelajakda bo'lsa, demak hali u ishlab chiqarilganiga, OTP ishlab chiqarilganiga 5 minut bo'lmagan. Aynan shu holat bizga kerak edi. Birinchisini oladi, ya'ni ishlatilmagan OTP ni oladi va unga jo'natadi. Ya'ni agar OTP topilmasa, sanda OTP topilmadi deyapti va topilsa, sani OTP koding deyapti, bunaqa deyapti va 5 minut ichida bu tugaydi deyapti. Endi biz API dan tekshirsak bo'ladi. Mana loginga men nomerimni jo'natyapman post sifatida va u menga Telegram botimni linkini beryapti. Telegram botga kirib start bosganimda sen menga telefon raqamingni ber, men senga OTP ni beraman deyapti. Telefon raqamini jo'natsang, sani OTPing 126 914 deyapti. Endi menga bitta narsa kerak, bu yerda routerga qaraymiz. Bu yerda get tokens degan routerimiz bor va login bor. Loginni biz o'sha tushundik nima qilayotganini. Get tokens bizdan nima olayotgan ekan? Phone number bilan OTP kod olayotgan ekan. Phone number o'sha bizda bor. Biz endi mana bundaga OTP kodni qo'shishimiz kerak. Mana endi biz bu holatda hozir mana yo'ga get tokens deb beradigan bo'lsak, bizga access va refresh tokenlarni berish kerak. Mana bizning access va refresh tokenlarimiz. Endi sizlar bu proyektni bemalol o'zingizlar xuddi shu strukturada yozib tekshirib ko'rishingiz ham mumkin. Va bizga get token qilganimizdan keyin bizda me degan hech narsamiz yo'q ekan. Ya'ni o'sha foydalanuvchi haqida ma'lumot oladigan router yo'q ekan. Bo'lmasa sizlarga ko'rsatib berardim. Xolos bizning strukturamiz mana shu holatda ishlaydi. Ya'ni login telefon raqamini loginga telefon raqamini beradi va OTP yaratilinadi. Telegram bot orqali o'sha odamligi tekshiriladi va OTP Telegram bot orqali foydalanuvchiga beriladi va u saytga qaytib OTP ni terganida get tokens orqali unga tokenlar beriladi. Bu juda ham sodda struktura. Mana botimizni ko'rishingiz mumkin. Start bosdi foydalanuvchi, bu foydalanuvchi kontaktni jo'natdi. Uni ID'si bunaqa, telefon raqami bunaqa ekan. OTP ma'lumotlar bazasidan topildi va unga jo'natilyapti mana. Bu struktura nafaqat tekin, balki tez. Chunki ma'lumotlar bazasi ham shotni o'zida, ya'ni proyektimizning ichida bo'lgani uchun Telegram botimiz API'mizga murojaat qilib o'tirmaydi-da. Telegram botimiz to'g'ridan to'g'ri mana bu holatda
OTP klassidan foydalana oladi. Ko'rib turganinglardek bizani OTP klassimizdan foydalanish orqali u 2 barobar, balki 3 barobar ham tezroq, ya'ni request kutubxonasini ishlatmasdan turib bemalol ma'lumotlar bazasidan kodini ola oladi. Bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim.